O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqi salkam 20% ga oshdi. Statistika agentligining xabar berishicha, 2025-yil yanvar-sentyabr oylarida mamlakat bo'yicha o'rtacha nominal hisoblangan ish haqi 6 million 170 ming so'mni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 19.2% ga oshgan. Hududlar kesimida eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etilgan. Bu yerda o'rtacha oylik ish haqi 10 million 380 ming so'mga teng. Poytaxtdan keyingi o'rinda Navoiy viloyati turibdi. 7 million 610 ming so'm. Eng past ko'rsatkichlar Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida 4 million 300 ming so'm atrofida qayd etilgan. Eng yuqori ish haqi bank, sug'urta va lizing sohalarida kuzatilgan bo'lib, o'rtacha 16 million 830 ming so'mni. Ikkinchi o'rinda axborot va aloqa sohasida 14 million 990 ming so'mni tashkil etdi. Eng past o'rtacha ish haqi sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida 3 million 770 ming so'mni, shuningdek ta'lim sohasida 4 million 190 ming so'm qayd etilgan. Xabar bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring hamda kanalga obuna bo'ling.